bugun mana bugungi iqtisodiyot fakulteti yo'nalish mutaxassislik sohalaridan kelib chiqib, Respublika davlat soliq qo'mitasining vakillari tashrif buyurgan. Universitet rahbariyati tomonidan men minnatdorchilik bildiraman. Xush kelibsizlar. Karyera kuni degani bu sizga o'xshagan yoshlarga yo'l berish uchun, ularga imkoniyat eshigini ochib berish uchun, ularga turtki berish uchun fursatdan foydalanib olish kerak. Kreativ fikrlaydigan, dunyoqarashi keng, bugungi kun bilan hamnafas bo'lgan yoshlarimizni biz albatta o'zimizni safimizda ko'rishdan bag'oyat xursand bo'lamiz.